Boshlang'ich to'lov $500 bilan tasarruf qilasizlarmi, hurmatli obunachilar? 21-yildagi Nexia 3 hamma xarajatlar ichida. Assalomu alaykum sevgili avtoobunachilar. Bugun sizlar bilan probegli mashinalarni obzor qilib chiqamiz. Gentrani qaranglar, har xil assortiment qilib qo'yganmiz, oppoqqina. Ushbu Gentramizni $1000 bilan tasarruf qilasizlar, boshlang'ich to'lov $1000 bilan hamma xarajatlar ichida 22-yil 42 ming yurgan. Xolasanglar mana 21-yildagi bor, metan gazlari o'rnatilgan tayyor $2000 bilan. Xolasanglar mana 21-yildagi Gentramizda lyukli $1800 bilan. Assortimentlarni qaranglar, hurmatli obunachilar, bombaligini. Ushbu Cobalt'imizda 24-yil bor yo'g'i 20 ming yurgan, $2200 bilan. Xolasanglar mana 25-yildagi Cobalt'imizda bor yo'g'i 13 ming yurgan, $2350 bilan. Xolasanglar mana 25-yildagi Cobalt'imizda bor yana 46 ming yurgan, metan gazlari o'rnatilgan tayyor $2400 bilan. Xolasanglar mana mokri rangidan Cobalt'imizda $1350 bilan. 23-yildagi avtomat korobka. Boshlang'ich to'lov $500 bilan tasarruf qilasizlarmi, hurmatli obunachilar? 21-yildagi Nexia 3 hamma xarajatlar ichida. Xolasanglar 23-yildagi Cobalt'imizda 23 ming yurgan, $1450 bilan. Rasroshkani qimmat bo'layotgan mijozlarim uchun sizlarga zo'r taklifimiz bor. Onyx 25-yil 800 km yurgan, deyarli yurilmagan, boshlang'ich to'lov $3500 bilan hamma xarajatlar ichida. Barcha avtomobillarning oylik to'lovlarini bilmoqchi bo'lsangiz, pastki raqamga telefon qilasizlar. Sergeli avto kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Bitta pasport evaziga 12 viloyat bo'ylab beriladi.